Ekranda ko'rayotganingiz obodonlashtirish xodimlari. Ular taxminan 2 milliondan 4 milliongacha oylik olishadi. Bu esa shifokorlar. Ular ham 3 milliondan 5 milliongacha pul topishadi. O'qituvchilarni-yu gapirmasa ham bo'ladi. Necha yillardan beri yuklamasi oshsa ham oyligi $1000 ga yetganini ko'rmadik. Yuqoridagi soha egalarining barchasi kam pul topsa ham, topganini oylikdan oylikka zo'rg'a yetkazayotgan bo'lsa ham daromad solig'i to'laydi. Bu esa yillar davomida to'ylarda soatiga minglab dollar olib, soliq to'lashga kelganda bechoraga aylanayotgan san'atkorlarimiz. Sahifamizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani albatta bosib qo'ying va yaxshilab joylashib oling. Siz bilan oxirgi 10 kundan buyon trenddan tushmayotgan san'atkorlarning soliq to'lashi masalasini muhokama qilamiz. Aslida san'atkorlarning soliq to'lash masalasi bir necha yildan beri jamoatchilik tomonidan muhokama qilib kelinadi. Hukumat nihoyat 2026-yilga kelib, ularga berilgan imtiyozlarni kamaytirib, barcha kabi soliq to'lash masalasini ko'rib chiqmoqda. Adliya vazirligi tomonidan jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qaror loyihasida san'atkorlardan har bir to'y va konsert uchun alohida soliq undirish taklif qilinmoqda. Unga ko'ra 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab ijrochilar va ijodiy jamoalarning ijodiy faoliyati bilan bog'liq barcha xizmatlari soliq mobil ilovasida ro'yxatga olinadi. San'atkorlar 2026-yil 1-sentyabrdan 2029-yil 1-yanvarga qadar jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'lashni bir xizmat, bir to'lov tamoyili asosida ilovaga muvofiq qat'iy miqdorda amalga oshiradi. Ulardan mobil ilovada xizmat ko'rsatish joyi sanasi to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettirish talab qilinadi. Ilovada ijrochilar tomonidan tegishli ma'lumotlar kiritilgandan va belgilangan miqdordagi to'lov amalga oshirilgandan so'ng avtomatik tarzda elektron ma'lumotnoma shakllanadi. San'at vakillari tomonidan jismoniy shaxslardan olingan daromad solig'ini to'lash tartibi qolganlarnikidek 12% ko'rinishda bo'lmaydi. Hukumat bu uchun ham tizim taklif qilmoqda. Tizim va u qanday ishlashi masalasiga sal keyin to'xtalamiz. Hozir esa bu qaror loyihasiga san'atkorlar qanday reaksiya qilganini ko'raylik. Bizani xalq ko'psi shunchalik san'atkorga nisbatan ichida qanaqadir agressiyasi borligidan juda qo'rqdim. Ajab bo'pti. To'laylar. Shu yurtda yashaganimizdan keyin to'laymiz ham, xo'p deymiz. U bilan shunaqa buloq xursand. Sizlarni o'zingizlarga minus-ku. Sizlar yaxshi ko'rgan san'atkor narxini oshiradi-ku 2.15 birutdiz. Men nalog to'layapman deb 2000 ga kelsa 6000 ga keladi-ku. Kambag'al mard bo'ladi deb bekorga aytilmagan ekan. Arzimagan oylik olib daromad solig'ini g'iq etmasdan to'lab yurgan soha vakillarini yaxshi taniysiz. Ammo xalq tanigan, ardoqlagan san'atkorlarning reaksiyasi kutilgandek bo'lmadi afsuski. San'atkor soliq to'lamasligi kerakmi degan savol bugun albatta kun tartibida. Ular o'zlarini o'ylamasdan o'sha qolganlarni ham butun jamiyatga foydaliroq narsani o'ylash kerak. Albatta to'lash kerak. Chunki undan past tabaqalar ham to'layapti-yu. Hamma to'layapti, hamma qator to'lash kerak. Bo'lmasa hamma tengi to'lamas kerak. Undan daromad kelyaptimi, soliq to'lashga majbur. Daromad solig'i hammaga majburiy. Hozir aytgandek, past tabaqalar ham to'layapti, ularga ham qiyinchilik tug'diryapti, lekin hech kim norozilik qilib chiqqani yo'q past tabaqada. Ular ham to'lashi kerak. Chunki ma'lum miqdorda shu xalqdan kelyapti ularga shu daromad. O'sha xalq ham daromad solig'i to'laydi o'zi. Undan olgandan keyin to'lashi kerak ular. Yo'q, to'lashi kerak emas, chunki bu ularni o'zlarini talentlari orqali, o'zlarining mehnati bilan pul to'lab, davlat ularga hech qanaqa biron bir imkoniyat qilib bermayapti ular uchun. To'g'ri, universitetlarda o'qishadi, diplom olishadi, unga ham baribir kontrakt to'lab o'qishadi o'zlari. Hozir qaranglar, hammasi to'shaqsa to'laydi-ku, to'g'rimi? Oylik oladiganlar masalan, olib qo'ra oladi 12%. Shuni to'lash kerak bularning daromad solig'ini, o'sha hammasini o'sha. Yo'q, menimcha. Biz ham soliq to'layotganmiz, ular ham to'lash kerak degan umiddaman. Yo'q, men bilmadim uni. Yo, soliq to'lovchi sifatida fikringiz yo'qmi? Hamma to'lash kerak. Buni opalar to'laganda san'atkorlar to'lamaydimi? Yaqinda eshitdim bu yangilikni. Menimcha to'lash kerak deb o'ylayman. Nimaga oddiy fuqarolar to'layapti-da?
san'atkorlar to'lashi kerak emas. Manimcha to'lash kerak. Xonanda Samandar Hamroqulov san'atkorlarning pul topish manbai faqat to'y ekanini ta'kidlab, ularning aksariyati yillab qarz to'lashi, kredit borligini aytib, birinchilardan bo'lib yengillik so'raganlardan bo'ldi. Xalqda to'y bo'lsagina shu pulini qoplaydi yo qoplamaydi yoki qarzga chiqadi. 2-3 yildan beri 5 yillab qarz to'layotgan san'atkorlar bor hozirgacha. Hech foydaga chiqa olmaydi bechoralar. Na albom, na boshqa, chunki boshqa topish manbai yo'q, faqat to'ydan pul topish manbai. Shuning uchun men o'ylaymanki, soliq qo'yayotgan paytda har tomonlama o'ylab, hisob kitobini qilib turib qo'ygan ma'qul deb o'ylayman. Soliqdan qochadigan joyimiz yo'q, chunki mana shu soliqdan pensionerlarning pensiyasi, aytaylik, chegara hududlarda armiyada xizmat qilayotgan insonlarni oziq ovqati, yeb ichish, kiyim-kechaklari va hokazolar tayyorlanadi, qilinadi albatta shu soliqdan hammasi. Nimadan yana? Shu soliqdan albatta hammasi. Lekin bunaqa soliqni baribir qo'yayotgan paytda hisobga olish kerak. Bu har tomonlama bechora san'atkorlarni rostdan ham aytilyapti. Mana masalan, haydab yurgan misol uchun yaltiroq mashinalarda ko'p kredit, qarz, juda qarzlari ko'pchilikni. Shuning uchun men iltimos qilar edim, xohlar edim shaxsan o'zim individual fikrimni bildirmoqchiman shu tomonlama san'atkorlarga ozgina yengillik qilib bersa, har holda yaxshi ijod mahsullari bo'lar edi. Xonanda Hamroqulovning bu chiqishi ko'pchilikda kreditni faqat san'atkor oladimi degan savolni ham paydo qildi. O'qituvchi uy olish uchun kredit oladi. Dehqon traktor olish uchun kredit oladi. Tadbirkor esa ishini yana ham rivojlantirish uchun kredit oladi. Farqi shundaki, ular kreditni to'lash bilan birga soliqni ham to'lashadi. San'atkor esa Endi nalog mayli, kimchi deydi, kim ishlaydi, kim yangi qo'shiq qiladi, o'ldiringlar san'atni. Gap bo'lishi mumkin emas. Nalog tugul litsenziyani ham 10 barobar qilib qo'yinglar, o'zlaring ashula aytinglar, boshqa gapim yo'q. Ha, bu norozilikka o'zbek primadonnasi deyiladigan san'atkorlarning onasi Yulduz Usmonova ham qo'shildi. Usmonova avval qo'shiqlari uchun pul yig'ib berilishi, ana undan keyin soliq masalasi haqida gapirish mumkinligini aytmoqda. Voz kechinglar bizdan. Qo'yinglar san'atkorlarni qirib yuboringlar. O'zlaring o'tkazaveringlar. Xatm Qur'on qilib, aqiqa qilib. Nima bo'ladi? Kim ishlaydi? San'atkor o'ziga o'zi eng yomoni ham, eng ishlamaydigani ham. Fonogramma qilish uchun ham necha pul ketadi? Sanaylik. Yulduz Usmonovaning ta'kidlashicha, san'atkorlar jamiyatda muhim o'rin tutadi va ular xalqning yuzi hisoblanadi. Shu sababli ularning tashqi ko'rinishi, sahnadagi chiqishlari va umumiy imidji katta mablag' va mehnat talab qiladi. Biroq bu mehnat ko'pincha ham yetarlicha qadrlanmaydi. Va to'rtta bir tomosha qilsangiz, tug'ilgan kun qilsangiz, mayli fonogramma aytib bo'lsa ham chaqirasiz-ku. Men misol yirtiq jinsida yoki eski tusga kiyinib kelsam, yoqamanmi ayting? San'atkorga qarab ko'pchilik o'zini o'lchaydi, unday emas. Haligi nima deydi? Общественный odamda kosmetologiyaga borishi shart. Это лицо народа. Kiyinib yurishi majbur. Xalqning yuzi. Kiyinib yurishi ham o'shaning uchun yirtiq-sirtiqqa men indamay turdim gapirganda. Xalqning yuzi, biz Amerika emas, biz urf-odatimiz anaqamiz bor. Lekin bularning pardozi bormi, boshqasi bormi, soliqdan olyapti. Bironta qo'shiqqa pul to'lanyaptimi bizda? Soliq yaxshi. Har bitta bayramga pul to'lashga qurbiylar yetadimi qo'shiqda? Zakaz qilayotganda to'langlar, gap bo'lishi mumkin emas. Ya u san'atkorlarni qiryapsizlar. Bugungi kunda juda ham qiyin. Oldingidaqa sponsor yo'q. Oldingidaqa sevib qolib sponsor bo'ladi-yu, mayli-da. O'ynash bo'lsa, yo'q, u ham yo'q hozir. Aqlli yo'q qoldi hamma. Taklif qilinayotgan loyihaga qarshi san'at vakillari ko'p bo'lishiga qaramay, bu tartibni qo'llab-quvvatlovchilar ham topilmoqda. Xonanda Davron Ergashev san'atkorlar xalqning aksariyat qismidan ko'p daromad qilishini ta'kidlab, soliq to'lashga ijobiy fikr bildirmoqda. Ancha-muncha xalqimizdan, ancha-muncha shu insonlardan menimcha bu bekitmayman. Yaxshi topamiz-da, Xudoga shukr. Mana shu to'ylarda yoki u bu joylarga borsa, muxlislarimiz, xalqimiz qo'lini ko'ksiga qilib bizani chiroyli kutib olishadi. Aytgan pulimizdan ortig'ini ham berishadi, kerak bo'lsa, Xudoga shukr. Men bularga katta rahmat deyman. Nimaga hozir shu aylanyapti shu tema san'atkorlar xuddi bechora bo'lib qoldinglarmi sizlar? To'g'risida. Ani voy soliq to'layotganmiz, u qilarkanmiz, bu qilarkanmiz. Voy to'laymiz-da. Soliq to'lashga rozi bo'lib shart qo'yayotgan san'atkorlar ham yo'q emas. Bu Jahongir Otajonov. To'lanadigan pulni masalan men o'zimni davlatimga, ya'ni uyimga deb to'layman. O'shaning uchun men bu narsaga qiynalmayman. Yetarki qurbim yetsin. Endi bu soliq qanaqa darajada chiqadi?
u payti fikrim qanaqa o'zgaradi uni hozircha bilmayman. Lekin mana masalan radarga tushsa ba'zan hozir 402 ming bo'lgan 50% to'lasang chegirma bilan men chegirma bilan to'layman. Sirazi hali 15 kun to'lab yuboramanki 402 ming to'lamay. Bunga ya'ni bu bilan ta'minlagan ekan, bundan foydalanishga haqqimiz bor. Ertaga soliq ham masalan shunaqa ya'ni meni qurbim yetadigan darajada bo'lsa, men hech bir qiynalmasdan to'layman. Ya'ni bu pul o'zimning yurtimga to'layapman. Albatta bu borada ijtimoiy tarmoqlarda yangrayotgan fikrlar turlicha. Ulardan biri to'g'risini aytsak e'tiborimizni tortdi. Kuzatuvchilardan biri shunday yozadi: har bir san'atkor soliqni cho'ntagidan emas, balki xalq bergan pullardan to'layapti. Erta-indin narxlar oshiriladi va aynan o'sha qo'shimcha olinayotgan pullar soliq sifatida to'lanadi. Bu boradagi fikrlaringizni izohlarda yozguningizcha biz sizga qaysi san'atkor to'yga 1 rubga nechta pulga chiqishini aytib ketamiz. 2000 bo'ladi 1 rubga. 2000 1 rubga nechta ashula bo'ladi? 5 ta. 4 ta aytamiz. 1 million. Toshkentda 600 pol. 1000 dollar bo'ldi to'y bo'lsa agar. 1000 dollar. Xo'p, nechta ashula aytadilar o'shanda? 5 ta. Shaharga 4,5 ming boshladi. Samarqandgacha? 7 ming uzoq bo'ldi. Toshkentda 10 ta qo'shib bo'ladi. Vohalarda bir ton. 1 rubga 3 ming. 1 rubga 3 ming nechta ashula aytiladi o'shanda? 4 ta 5 ta. Aha, rahmat kattakon. San'atkorlar odamlar bizga ergashadi, bizni tinglaydi, kiyimimizni ko'radi, gapirgan gapimizga quloq soladi deyishadi. Lekin soliq to'lashga kelganda biz ijodkormiz, bizga og'ir deyishmoqda. Endi eng qiziq tomoni, agar bu tartib joriy etilsa, soliq qancha bo'ladi? San'at vakillari tomonidan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'lash tartibi qolganlarnikidek 12% ko'rinishida bo'lmaydi. Hukumat bu uchun ham tizim taklif qildi. Hamma san'atkorlar ham bir xil daromad topmaydi. Shunday ekan, yangi tizimda reyting guruhlari bejiz kiritilmagan. Unga ko'ra 2026-yil 1-sentyabrdan 2029-yil 1-yanvarga qadar bir xizmat, bir to'lov miqdorida hududlarga qarab farq qiladi va san'atkorlar reyting toifalariga bo'linadi. Birinchi reyting guruh san'atkorlari qishloq joylarda bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobari 412 ming so'm soliq to'lasa, shahar joylarda bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobari miqdorida 1 million 236 ming so'm byudjetga to'lov qilinadi. Uchinchi reyting guruh vakillari esa qishloq joylarda bazaviy hisoblash miqdorining 0,25 barobarida 103 ming so'm miqdorida soliq to'lashi kerak bo'ladi. Bunda to'lovlar bepul asosda xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham undiriladi. Biroq Madaniyat vazirligi tomonidan davlat tadbiriga bepul jalb qilingan san'atkorlar soliq to'lamaydi. Taklif qilinayotgan tizimda hududlardagi iqtisodiy holat va san'at vakillarining reytingi, bu orqali topadigan daromadi inobatga olingan. Hamma kabi 12% daromad solig'i 2029-yil 1-yanvardan boshlab kuchga kiradi. Ungacha san'at vakillarida moslashish uchun bir necha yil vaqt bor. Soliq bu shunchaki qonuniy majburiyat emas. Bu sivilizatsiyalashgan jamiyatda yashash uchun to'lanadigan ijtimoiy ijara haqqi va fuqaro bilan davlat o'rtasidagi ijtimoiy shartnomadir. Har bir inson xavfsiz ko'chalar, sifatli ta'lim va zamonaviy infratuzilmadan foydalanar ekan, bu ne'matlarning davomiyligi uchun o'z hissasini qo'shishi adolatning asosiy mezoni hisoblanadi. Soliqdan qochish esa jamiyatning umumiy hamyoniga nisbatan befarqlikdir. Lekin bu ikki tomonlama majburiyat. Fuqarolar to'lasa, davlat ham yig'ilgan pullarni shaffof va samarali sarflash kerak. Yulduzlik esa daxlsizlik emas, san'atkor ham oddiy fuqaro va hamma qatori soliq to'lash kerak. Qisqa qilib aytganda, qonun oldida hammamiz tengmiz. Bu boradagi fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Vaqt.uzga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.